Bularni qarzlari bo'lgan bilan o'rtoq, hozir biz qilolmaymiz u narsani, bilasanmi? Endi o'rtoq, doim odamlarga yordam berib kelganmiz. Kasal emasmi, holati og'ir ekan. Xalqqa olib chiqaylik, sababini qilib qo'yaylik o'rtoq. O'rtoq, to'g'ri tushun. Misol uchun kasal bo'lsa, jigar siyrozi yo nimadir bo'ladigan bo'lsa, misol uchun xalq yordam beradi. Hamma ham yordam beravermaydi unaqa odamlarga. Endi bu yog'i o'rtoq Allohdan. Bitta qilib ko'raylik. Nima bo'lgan aka o'zi hayotingiz davomida? Hayotim davomida shu mebelchi edim. Hı. Mm, Shu tashkilotlarga ish qilardim. O'sha bitta tashkilotga, oxirgi tashkilotga ishga berib, Hı hı. qarzga kirib ketib qoldim-da. Hı hı. Dogovorimdan tashqari 40 ming, 50 ming dollar rasxod qilib bitqazdim, lekin keyin pulimga qo'ydim, pulimni ololmay qolib ketdi shu pul. Hı hı. Hozir Shu bilan uyim sotildi, hı hı. dadam o'tib qoldi, Hı hı. qizimga oxloqlik qilib qo'yganman, to'y qilishim kerak. Hı hı. Uysiz endi ijarada o'tiribmiz, lekin ijaraga ham pul shu 2 oy 3 oydan beri berolmayman. Ijarachi aka ham uyga bo'shatib bering endi mayli dedilar. Shu qayerga borishni, qayerga chiqishni bilmayapmiz-da. Bu hozir qo'shningiz uyi ekanda Ha, aka. qo'shnimiz uyi aka bu. Endi o'z uyingizda olaman dedim, eshiklar qulflagan to'g'risi. Ha, endi endi uni Hozir haqdorga berganmiz, o'sha kishida kalit endi. hozir mahalla komitetidan surishtirsa, o'sha haqiqatdan hozir o'rtog'im ham misol uchun aytyapti shu narsani. Qarzi bor, mana shunaqa, keyin o'zi ko'chada qolib ketib qoldi deb aytyaptilar. Onangizdan ham mazalari yo'q Ha, ekan. onzalari yo'q, sahrlari bor, mazalari yo'q aka. Ko'zlari qaralashib, quloq ham eshitmay qolibdi o'zi. Hozir shu holatdamiz aka. Lekin sizni do'rig'izni eshitdi aka, misol uchun Narmani mebel qilib, o'sha katta-katta anaqa zavodlar bilan ishlagan ekansiz. Ha, Misol uchun ishlaydi. qo'lingizda bir 40 ta 50 ta odam ishchi bo'lgan ekanda. Bo'lgan aka. O'shanga hozir endi sinovda bu menimcha o'rtoq. Shunaqa endi sinov kelsa qiyin keladi o'rtoq. O'shanga man aka to'g'risini biz sababini qilamiz. Endi bizda основной ko'p bu kasallar bilan ishlaganligimiz uchun, o'sha misol uchun uyi yo'q odamlar bor. Qanaqa misol uchun, 3-4 ta farzandi bilan ko'chada qolib ketgan, keyin misol uchun aynan erkak kishi emas, ayol kishilarni ko'p olib chiqamiz misol uchun. Chunki erkak kishiga nisbatan ayol kishiga misol uchun qanaqadir insonlar mehr ko'zi bilan yoki misol uchun voy rostdan qiynalib qolibdi deydi, lekin erkak kishini dardini erkak kishi biladi-da misol. Chunki bizani o'zimiz ham qarz qurz bo'lib, misol uchun shu harakat qilib yoki misol uchun ko'p erkak kishilarni ko'raman, hayot davomida misol uchun shu oilam yaxshi yashasin yoki hayotim yaxshi bo'lsin deb umrini tikaveradida shu narsaga, bitta ishga yo boshqa narsaga. Allohdan hammasi aka. Misol uchun biz qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Inshaalloh Xudo xolisa, agar nimadir narsa bo'ladigan bo'lsa, misol uchun siz nomerlaringizni qoldiramiz. Hozir qarzlarim bor do'st ko'chadan so'rab kelishyapti deyapsiz. Misol uchun to'g'ri bunaqa paytda misol uchun undan bundan bekinib yo nimadir narsa bo'ladi-da baribir. Chunki ani lo'pma-lo'p kelib qolgan paytida misol uchun sizdan qarzini so'raydi yoki nimadir bo'ladi. Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi u narsani aka. Chunki pul bergan odamni holatini ham tushunsangiz bo'ladi-da. Unga ham misol uchun mo'ljallagan ishlari bo'lishi mumkin. O'sha narsani qilaman deb misol uchun harakat qiladi-da aka baribir. Chunki bizda ham oldi berdi oladigan joylarimiz bor juda ko'p. Endi u bilan birga yashamayman. Siz bilan hech kim yashamaydi misol uchun. Kimgadir "Voy, mana bunaqa sharoitim bo'lib qoldi. Uyimni olib qo'ydi misol uchun. Keyin bu yoqdan pulimni ololmadim. Mana shunaqa anaqaga tushib ketib qoldim. Senga mana bunaqa paytda qilib beraman" deb aytolmayman, lekin inshaalloh qo'limdan kelguncha o'sha vaqti kelgan paytda beraman. Va shu qiyomatda qarz mani bo'ynimda shu narsa deb aytiladi o'zi erkak kishida ko'pda. Shunaqa deb aytsangiz ham ko'pchilik ishonmaydi-da bu narsaga. Aka, biz sababini qilamiz inshaalloh. Videoni ko'rib turgan odamlar Xudo xolisa aka, o'zi qo'ldan kelguncha telefon nomer qo'yamiz aka. Telefon nomerlarini o'chirib qo'ymang. Misol uchun to'g'ri qarz bor, lekin telefon nomerini o'chirib qo'ymang. O'sha telefon qilib aka nima bo'pti o'zi deb. Balkim inshaalloh Xudo xolisa qanaqadir bir kattaroq proyektni olib turib, balkim misol uchun chunki qo'lingizda hunaringiz bor-da. Hunari bor odam hech qachon xor bo'lmaydi aka. O'sha aytmoqchi bo'lgan narsam, o'sha telefoningizga telefon qilib, aka siz mebelchi ekansiz. Davay siz bilan bir dogovor tuzaylik deb katta-katta firmalar misol uchun davay deb qolsa, Xudo xolisa aka, balkim xalq yordam bermasdan turib, Alloh bu yoqdan shunday yo'lingizni ochib qo'yib, o'zi anaqa bo'lib ketishi mumkin. Nima deydi? Bilasiz-ku, Allohga oson. To'g'ri. Allohga oson. Bu sinovni bergan, Xudo xolisa nimaga berganligini ham bilaman o'zi. Nimagaki
Sizga bergan bo'lsa, shu sinovni eplaysan sen. Mana shundan o'tasan bandani berganda aka. Inshaalloh. Biz ham misol uchun sizga hozir dalda bo'lyapmiz, misol uchun o'sha internetga qo'yyapmiz videoni. Aka, qolgani hammasi Allohdan, Xudo xolisa videoni ko'rib turgan insonlar o'zi hammasini anaqa qilishadi, Xudo xolisa telefon qilib. Bizani oddiy odamlar ko'rmaydi aka. Bizani o'sha misol uchun puldor, imonboy, ehsonboylar bo'ladi-yu. Ana shunaqa odamlar ko'radi, Xudo xolisa aka. Siz xavotir olmang. Allohdan so'rang. Biza bir sababini qildik aka. Aka, Alloh mushkulingizni oson qilsin. Xo'p aka. Bo'ldi.